Ko'pchilik nega tabobatda bir xil tovar, lekin narxi har xil bo'lib ko'rinadi deb aytishadi. Masalan, bitta tovarda, lekin bitta magazinda 50 ming, bitta magazinda 100 ming bo'ladi. Bugun sizlarga shuni tushuntirib o'taman. Shuning uchun tabobatga kirib, o'zimizga bitta tovar tanlaymiz. Menga shu oyoq kiyimdan kerak, shunga shu oyoq kiyimni tanladim. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda 3 xil narx, lekin bir xil tovar. Pastroqqa tushsak, mana bu yerda ham xuddi shu tovardan bor, lekin narxi boshqa. Mana shu tovarga kiramiz. Kirganimizda bu yerda narxi turadi. Yonida mana bu raqami nechta odam shu kungacha sotib olgani to'g'risida, ipasida turgan mashina rasmi turgan joyi, bu tovarni necha kunda manzilga yetkazib berish to'g'risida yozilgan bo'ladi. Men birinchi qiladigan ishim bu nechta odam sotib olgan tovari, shunga ahamiyat beraman va bu yerda necha kunda yetib keladi tovarim. Necha kungacha, masalan, bir xil joylarda 48 soatda yetkazib beraman deydi yoki bir kunda, bir xil joylar bor 1 oyda deb yozilgan bo'ladi. Shuning uchun yetkazib berish muddatini ham tarjima qilib turib, erimay ko'ringlar. 48 deb yozilgan bo'lsa, demak 48 soat ekan deb tarjima qilmasdan zakaz urmanglar, chunki 48 soat emas, даже 48 kun deb yozilgan bo'lishi ham mumkin. Pastroqqa tushsak, bu yerda kommentariy bo'limi bor. Bu yerda biza tovarni sifatini bilsak bo'ladi. Kommentariyasida rostdan odamlar sotib olib, tovar qo'liga kelgandan keyin u haqida o'zini xulosasini bergan bo'ladi. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon deb yozgan bo'ladi va tabiiy rasmini qo'liga qanaqa yetgan bo'lsa, o'sha rasmni tashlashadi. Shuning uchun kommentariya qismini albatta ko'rish kerak. Shunda biza ishonchimiz hosil bo'ladi. Nimagaki tovarimiz shu yaxshi kelar ekan qo'limizga yoki yomon kelar ekan. Shu orqali biza zakaz uramizmi, yo'qmi ko'rib olsak bo'ladi. Eng katta rol o'ynaydigan joyi shu kommentariya qismi bo'ladi. O'qish uchun shu tugmasini bosamiz. Bosganimizda mana kommentariya qismi ochiladi. Bu yerda mana odamlar o'zining xulosasini bergan va qo'liga yetganda qanaqa keyin rasmlarini ham bergan. Bu yerda mana ko'pchilik maqtabda, tabiiy rasmlarini ham tashabdi. Bir rasmlarga kirib chiqsanglar bo'ladi. O'zim ham rasmlarini erimay ko'rib chiqaman. Demak, yaxshi ekan, agar rasmlarda yaxshi bo'lsa, demak rasmida yaxshi kelibdi. Demak, qo'limga ham o'zimga yaxshi keladi deb ishonchim hosil bo'lib, bemalol qo'rqmasdan zakaz uraman. Agar kommentariyasi yomon bo'ladigan bo'lsa, umuman hech qatiga qaramasdan bu magazindan chiqib ketaman. Shuni bosib orqaga qaytamiz. Pastroqqa tushsak, mana magazinchi haqida ma'lumot. Bu yerda magazinning nechta yulduzchasi borligini ko'ramiz. Bu yerda to'g'ri 7 yulduzchasi bor ekan. Demak, magazin yomon magazin emas, ishonarli magazin ekan. Ishonsam bo'ladi. Endi bu tovarlarni ko'ramiz. Bu yerda mana 3 xil narx. Birinchi 11 yuanligiga kiraman. Kirganda bu yerda ham shu narxi, bu yerda nechta olingan soni, bu yerda shu mashina rasmi turgan joy, mahsulot necha kun yetib kelishi, bularni ko'rdim. Endi kommentariya qismini ko'raman, pastroqqa tushaman. Bu yerda mana magazinchining yulduzchasi, to'g'ri yulduzcha olgan ekan. Bu yomon natija emas. Teparog'ida mana kommentariy bo'limi. Mana shu tugmani bosib kommentariyasiga kiramiz. Mana bu yerda olgan odamlarni real rasmini tashlagan va o'zining xulosalarini yozgan. Bemalol ko'rib tarjima qilib chiqsak bo'ladi. Endi orqaga qaytamiz. Bu yerda yana boshqa tovarni ko'ramiz. Mana 18 yuan deb yozilganini shuni ustiga bosamiz. Bosganimizda bu yerda ham xuddi shu mana narxlari. Bu yerda mana 100 dan oshiq odam olgan ekan. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana mashina rasmi turgan joyi, bu necha soat yoki kunda yetkazib berishi, buni ham tarjima qilib bilib ko'ramiz. Pastroqqa tushsak, mana kommentariya bo'limi bor. 100 dan oshiq odam komment qoldirgan ekan. Kirib ko'ramiz. Mana bu yerda hozir endi realniy rasmni qidiramiz. Faqat bu yerda sharhlari bor ekan. Mana pastroqqa tushsak, real rasmlari ham bor. Ko'pchiligi brak kelgan ekan. Hamma ham yaxshi deb maqtamagan. Ko'pchilik real rasmni tashlab, mana yomon, menga brak keldi deb yozibdi. Bundan chiqamiz, mana magazinning reytingi ko'rinib turibdi, 4.5. Bu yomon emas ekan, lekin menga unaqa yoqmadi tovari. Shuning uchun bu magazindan chiqib keta qolaman. Endi 19 yuanlik oyoq kiyimni ko'ramiz, ichiga kiramiz. Sizlar o'sha hammasini tushunib oldinglar deb o'ylayman. Shuning uchun buni unaqa tushuntirayman. Bu yerda ham shunaqa narxi, nechta odam olgani, pastroqqa tushsak, mana yetkazib berish vaqti yozilgan. Bu yerda kommentariyasiga kirsak, bu yerda ham odamlar ответ qaytargan. Pastroqda mana magazin reytingi bor. Magazin reytingi bu yerda 4.6 ekan. Bu juda ham yaxshi. O'zi eng baland reyting yulduzchasi 5 bo'ladi. Bunda 4.6, demak yaxshi ekan magazin reytingi. Lekin menga 3 ta ko'rib chiqdik, даже 4 ta ko'rib chiqdik. 4 xil narxdagi oyoq kiyimlarni ko'rib chiqdik sizlar bilan.
bu yoqda menga yoqqani, men sotib olmoqchi bo'lganim bu birinchi deb ko'rsatgan magazinimdagi oyoq kiyim bo'ladi. Sababi u yerda ham kommentariyasi menga yoqdi, ham olgan odamlar soni yaxshi, ham magazinning reytingi yaxshi. Real rasmlarni ko'rdim, juda ham odamlar qo'liga zo'r kelgan ekan, shuning uchun menga birinchisi yoqdi. Qolganlarida kamchiliklar bor, o'zinglar ham tushungan bo'lsanglar, qayerda kamchilik bo'lganini bildinglar. Bir xillarda kommentariyasi mana biraklari chiqazib ko'rsatilgan, bularni umuman men chiqib ketdim xohlamay. Xulosa shuki, hamma magazin o'zini tovariga har xil narx qo'yadi. Birinchidan bu foyda ko'rish uchun, ko'proq foyda ko'rmoqchi bo'lsa, tovar ustiga ko'proq narx qo'yadi. Bir xillari sifati yaxshi bo'lsa ham arzonroq narx qo'yadi, shunchaki tovarim ko'proq ketsin deb. Lekin bir xillari tovar juda ham sifati yomon bo'lgani uchun ham narxini juda ham pasaytirib qo'yadi. Odamlar mana shu narxiga qiziqib, mendan tovar olsin deb maqsadda qo'yadi. Lekin sizlar har doim ham narxi juda ham arzon bo'lgan narsaga uchmanglar. O'zinglar ham o'ylab ko'ringlar. Mana shu masalan oyoq kiyimda atigi narxi 15 ming yoki 5 ming qilib qo'ygan bo'lsa, o'zinglar o'ylanglar, nahotki shu oyoq kiyim shunaqa narxda bo'lsa, umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa. Bunaqa magazinlar sirasi shikayatini ko'rmasdan kirmasanglar ham bo'laveradi, juda ham narxi arzon bo'lsa. Lekin bir xil magazinlar bor, shunaqa mana hozir narxi arzon, bu yerda kommentariyasi ham yaxshi, sifati ham zo'r, yulduzchasi ham yaxshi bo'lgan magazinlar ham bor. Shunaqa qilib zakaz qilsanglar bo'ladi. Bir xillari bor, narxi qimmat qilib qo'ysa ham, lekin tovari yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun sharhlarni ham ko'ringlar deb aytaman. Sizlar ham shunaqa kommentariyalarni ko'rib ko'rsanglar, rasmlari bor, живой, odamlar xulosa bergan, nima qanaqa kelgan, shularga qarab tovar tanlab olaverasizlar. Bunga video hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar qat'iyadir tushunmayotgan bo'lsanglar, bemalol kommentariya qismida yozib qoldirsanglar bo'ladi. Iloji boricha tezroq javob berishga harakat qilaman. Agar video sizlarga yoqqan bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like, komment yozib qoldiringlar. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bundan foydali va qiziqarli videolar hali oldinda.